Mana yana bir xonadonimizda ishlarimiz davom etyapti. So'qillariga Dakota toshlarimizdan berganmiz mokriydan. Fasadlariga 3D oqqa qora mramordan berganmiz. So'qildagi mana laklarni sepishyapti ustalarimiz. Fasadlari 3D mramordan bo'lyapti. Darvozaxonalari bitta, atkoslari ham qo'yildi polni derazaning chekalariga. Endi bu uyda davom etiladi. 5 kundan keyin bu yog'ini boshlashadi uyda. Hozir ko'cha tomonlari so'qillariga laklar sepib chiroyli qilib qo'yildi. Kimga kerak bo'lsa, shunday fasadli so'qilli plitkalar bunyodkor fasadga murojaat qila olasizlar. Ko'cha tomonlari fasadlariga 3D oqqa qoramizdan berilgan, so'qillariga большой skol mokriydan. Ustalarimiz ham O'zbekiston bo'ylab borib qilib berishaveradi. Dastavkalarimiz O'zbekiston bo'ylab. Darvozaxonalari mana 3D mramordan qo'yilgan.